Assalomu alaykum, Vodiy Market kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. 2026-yil. Buni buyog'iga pasayib ketish kuzatilmoqda. Sekin-astalik bilan arzonlab borib, mana eng pastki Assalomu alaykum, Vodiy Market kanali obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Albatta kanalimizga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ko'p sonli obunachilarimiz tomonidan berilayotgan savollarga bugun to'xtalib o'tamiz. Albatta, dollar kursini O'zbekistondagi narxlarini prognozi bo'yicha ma'lumot so'rashgan. To'g'ri, bu prognozlar taxminan beriladi, lekin aynan qaysi prognoz biz aytayotgan natijani beradi. Ya'ni aniq faktlar asosida beriladigan prognozlarni avval biz Moskvadan turib kanal yutib borgan paytimizda berib borardik. Hozirgi kunda O'zbekistonda faoliyat olib bormoqdamiz. Ana shu ko'p sonli obunachilarimiz tomonidan berilayotgan savolga bugun to'xtalib o'tamiz. Qisqa qilib aytganda, prognozlarni siz bilan birgalikda hozir ko'ramiz. Aynan qaysi sayt orqali biz berilgan prognozni ertangi kun yoki undan keyingi kun bo'yicha natijasini ko'rib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, dollar kursi bo'yicha prognozlarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, 2025 noyabr oyidan boshlaymiz. Bu yerda 1.186.000 so'mni tashkil etgan noyabr oyida. Eng yuqori nuqtasiga kelgan oyimiz qaysi bo'lgan? Mana bu yerda yanvar oyida 1.221.000 so'mni tashkil etmoqda 100 AQSh dollarimiz. Sekin-astalik bilan o'zgarib bordi, pasaydi, ko'tarildi va hozirgi vaqtda may oyidamiz. Mana may oyida 1.214.000 so'mni tashkil etmoqda 2026-yil. Buni buyog'iga pasayib ketish kuzatilmoqda. Sekin-astalik bilan arzonlab borib, mana eng pastki nuqtamiz bizda 27-yil yanvar oyida bo'lyapti. 27-yil yanvar oyida 1.098.000 yoki 1 milliondan tushib 1.100.000 tushib ketyapti bu yerda. 1.098.000 so'm. Eng pastki nuqtamiz 1.098.000 so'mni tashkil etmoqda. Undan keyin yana ko'tariladi, lekin bu 1.130.000 so'mni tashkil etmoqda 27-yil mart oyiga kelib. Endi hurmatli kuzatuvchilar, albatta bu prognozlar nechog'lik o'zini oqlaydi yoki oqlamaydi, buni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. May oyini kuzatib boramiz. Ertadan boshlab agarda narxlar tushib boradigan bo'lsa, mana shu bizga berilayotgan prognozlar o'z isbotini topadi. Yana bir boshqa saytlarni ham ko'rishimiz mumkin. Albatta biz berayotgan saytlarda bu dinamikasi bo'yicha 8-may holatiga berilgan 1.111.000 so'mni tashkil etmoqda. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz 8-may holatiga. 9, 10, 11 may kunlari dam olish kuni bo'lganligi sababli hozirda prognozlarimiz mavjud emas. Kanalimizni kuzatib boring, ertangi kunda ham biz siz uchun prognozlarni e'tiboringizga havola etib boramiz. Niyatimizni baholagan holda bir dona like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.